Assalomu alaykum, Instagramda obunachilar. Bugun sizlarga bahaybatimdan Captiva ko'rsataman. Xudo xolasa birdan like ni bosib, kim niyat etgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Captiva izlab obunachilar tashab qo'yamiz do'stlar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan qora svet, holati zo'r, 3+ bo'ladi. Polni elde ko'rinishi 4 qilingan do'stlar. 4 polimiz zakonli holatda, propan gaz ham bor do'stlar. Hozir metanda uchirtda yurmaysizlar, benzin salomida qiynalmaysizlar. Tayyor propan gaz bor, propan salasalardan haydab yuraverasizlar do'stlar. Holat cho'tki holatda 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini ham oldin aytib o'taman do'stlar. Naqd pul shitir 155 million so'm bo'lsa barabaramiz do'stlar. Ulgurib qolamiz do'stlar. 2015 holati zo'r, cho'tki holatdagi avtomobilimiz do'stlar. Bir dona joyida petnosi bor. Telefon qilsangiz o'zimiz tushuntirib beramiz yoki rasmini tashab beramiz sizlarga. Hozir bir qator videoni ko'rib tomosha qilamiz. Like bosamiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar do'stlar. Bilishingiz mumkin, holati cho'tki holatda turibdi, qora svetda. 4 tane balon ham zo'r holatda turibdi. Propan gazlari bilan do'stlar, propan gazlar ham bor. Bemalol kelib haydab ko'rib tekshirishingiz mumkin. Propanlar ham toza qo'yilgan do'stlar. Hali bir 6-7 oy bo'lgan. Propan qo'yilgandan holati cho'tki holatda turibdi. Holati zo'r holatda turibdi. Yurgan probegi do'stlar 100 mingdan endi o'tdi. 100 mingdan endi o'tdi probegi. Holati zo'r. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziqarli bo'lsa do'stlar, akkumulyatorlargacha toza qo'yilgan do'stlar, 3lik motor bo'ladi. Buni 4 tegajak ham tortadi, avodi. 4 tegajak ham libo yera off-road haydaman deydigan obunachilar bo'lsa ham bo'laveradi. To'g'ri, kuma yo'l yo'q yerlardan haydab ketaverasizlar. Gelsangizlar bemalol narxini kelishtirib beramiz. 155 million so'm narx aytilib turibdi. Ustida kelishib beramiz.